Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun biz Bag'at tumanidamiz. Bag'at tumani Kipchak qishlog'i, Kipchak mahallasindamiz. Siyovush ko'chasida Valijonlarning uyida ishimizni kecha boshladik. Uyimiz bir qavat, devorlarimiz loy 50-55 santimetrda. Oynalarimiz plastik ramlardan ishlangan. Mana ko'rib turganlaringizdek, eshiklar ham ramlardan, stiklo paketlar bilan yaxshi izolyatsiya qilingan. Devorlarimiz loy, patologimiz yog'och bilan bostirilgan, usti tuproq bilan qoplangan. Bu yerda jami uyimizning maydoni 238 metr kvadrat, shundan 153 metr kvadratini istamiz. Tepladar kompaniyasining Cooper Carbo 18 kotelini o'rnatishni boshladik. Kecha akşam başladikmi ishni? Bugun mana xudo soatimiz 17:00 bo'ldi. Hozir kotelimizni o'rnatib, yaxshi tayyorgarlik ko'rib turibmiz. Sizlar bilan birgalikda yoqamiz xudo xolasa. Kotelimiz mana shu joyga tushdi. Dimoxodimiz 20 santimetr kam 7 metr bo'ldi. 150lik stalinoy dimoxoddan ishlandi. Mana o'tgan videoda so'radingizlar, pastki qopqoqni obzor qilishni. Pastki qopqoqimizni obzori mana shu nuqtaga ochilib, ichi tozalanib turadi. Usti atsinkovka yoki nержавейка bilan izolyatsiya qilinadi, suvdan himoya qilish uchun. Kotelimiz mana shu joyga joylashdi. Mana Carbo Cooper Carbo 18 2.0 modeli. Tepladar kompaniyasiniki, garantiyasi 4 yil. Mana sistemamiz qisman podacha обратка qilib yuqoridan ishladik. Imkon qadar 24 litrlik vakuumli bak koyduk. 2,5 atmosferalik gruppa безопасность koyduk. 32 ga 6 shimga nasosini o'rnatdik. Svet o'chib qolgan taqdirda, tabiiy sirkulyatsiya bo'lmaganda, mana shu akkumulyatorimiz, UPSimiz o'zi 6-7 soat aylantirib berib turadi. Hozir mana tokimiz 243 volt girishi, pasaytirib 220 qilib turibdi va akkumulyatorimizni zaryadga berib qo'ydi. Akkumulyatorimiz Gilva akkumulyator 100 amper qo'yilgan. Xudo xolasa kotelimiz tayyor. Uy egalarining ruxsatlari bilan kotelimizni yoqaversak bo'ladi. Ruxsatmi? Ruxsat. Soatimiz mana 5 bo'ldi. Xudo xolasa kotelni yoqayotgan vaqtda dimoxodni ochib qo'yamiz. Поворотный shibr hozir yopiq holatda ko'tarib, mana bu narsa dimoxod tarafga qarab tursa ochiqlik va buni rejim rozjika qo'yamiz. Mana rejim rozjikda bo'ldi. Bilasizlar, Cooper Carbo kotelimiz нижний уровень. Hozirlikcha sirkulyatsionni nasosni o'chirib qo'ydik. Kotelning o'zining ichidagi suv miqdorini ko'tarib olamiz, temperaturasini. Temperaturamiz 20 gradus. Kotelimiz olishni boshladi. Давленiyamiz 1 atmosfera. Kotelimiz olishni boshladi. Dimoxodimizning ustidan tutun chiqib turibdi. Soatimiz xudo xolasa 13 minut o'tdi. Kotelimizdan temperaturasi 80 gradus bo'lib qoldi. Endi xudo xolasa ruxsatingiz bilan sistemaga suv yoraramiz. Nasosimizni o'chirib qo'yamiz, endi nasosni qo'shamiz. Shu bilan xudo xolasa birga girib radiatorlarni tekshirib chiqarsak bo'ladi. Trubamiz mana bu yerdan ketgan, yuqoridan patolog bilan olib tushib, mana bu yerda yana birinchi tochkamiz. Tekshirib ko'raqmi? Qizdimi, yo'qmi, ushlab turib qolammi, bo'lmaymi? Mana birinchi tochkamiz mana shu yerdan boshlanadi. Pastda obratgamiz ketdi. Tochkamiz dushovoyimiz, mana tekshirib ko'ring-ku. İkinci tochkamiz bu yerda, uchinchi tochkamiz xudo xolasa chiqaring. Uchinchi tochkamiz bu yer.
Mana görüp turganlarınız Bol pişiradigan derece oldu. Pishirdimi? Uşaq bo'lmaydi ekan. mana shu rezultatda shu natija shu. Ha bu yerdan ham trubamiz kelayotir. Bu demak 3-tochkani ham yuqoridan olib o'tdikda 32 lik truba bilan ishlaganmiz. Radiatorlarimiz Aqua Classic. Patologimiz balandligini ko'rib turibsizlar mana. Endi bu yerda 4-tochkamiz, krilsodan giraverish joyimiz. Qizganmi? Havo, bu ham zo'r qizibdi. Yo'q, bosib bo'lmaydi pol. Bosib bo'lmaydi. Yo'q. Ajoyib. Endi keyingi tochkamiz. Bu 5-tochkamiz. Yo'q, bu zo'r qizibdi. Mana patologimizning balandligi 220 lar bor. 220 berimiz ekan. Burada pechimiz bor mana, eski tizimlar bularni. Endi bu pechlarni keyinchalik buzganlarida bu trubamiz dog'lanib o'tiriladi. 32 lik trubamiz, однотрубный bo'lib kelib, podachamizni yuqoridan kirgizganmiz. Обраткamiz bu yana chiqqan. Mana radiatorimiz. Qiziqmi? Qizgan. Hozir Уже ajoyib bir hammasi bir natadda endi hozir chopishib, hammasi bir xil bo'lib boshlaydi. Keyingi xonamiz mana trubamiz kelayotir bu yerda. Bu yerdan qo'yib o'tdik radiatorni. Qizgan bu yerda. Bu yerni patolog sal balandroq, ta'mirlashda tushirarsiz endi buni. Patologni 3 metrlarga tushirsa bo'ladi. Xonadan chiqqandan keyin polni tagina tushdik. Truba bo'lsa paroka mishat etmasligi uchun. Keyin mana bu yerdan chiqib yana keyingi xonamizga kirib ketdik. Radiatorlarimiz bu yerga keldi. Bu ham kelibdi. qizibmi? Qizg'on. Ikkita radiator qo'yildi bu yerga. Patologimizning balandligi 330 lar o'xshaydi bu yerga. 330. Bu yerda ham pechimiz bor, bu yerdan yuqoridan o'tishga majbur bo'ldik trubada. Blanchetamizni durib turadi fakang. Havo, endi 1,5 yildan keyin astabozamiz. Ehtiyoj bo'lmasa keyin istashamiz. Bu keyingi xonamiz. Trubamiz mana shu yerdan kelayotir. Ikkita radiator mana shu yerga qo'yildi. Bular ham kelibdi issiq. Hozir sal durib, hammasi bir xil bo'lib qizadi. Nechun desa, xona hozir sovuqina, bu yerda tursangiz issiqni otib turibdi o'zi. Уже xona issiqligini yeyishni boshladi-da. Farq ajoyib bu. Shuna sразу yana batareyalardan kelsangiz, uydagi harorat sovuq, отопление sразу seziladi. Sразу seziladi. Yuragini уже seziladi-da yana. Shu Aqua Classic 15 minutning ichida bo'lib turgan narsa. soatimiz hozir yarim bo'ldi. 17:15 da nasosni qo'shib qo'ydik. 15 minut ichida shu misol uchun shuncha metrdan aylanib kelib qizdi. Holatidan gap bo'lsa gap yo'q. Aynan trubamiz qaytib kelib, parokdan o'tamizda, mana bu yerdan chiqib, kotelga kiramiz. Kotelimizning temperaturasi 60 gradus bo'lib turibdi. Nasosimiz ishlab turibdi. Hamma radiatorlar qo'shildi. Hamma radiatorlar qizdi. Soat nimamiz 237 volt girish, 220 ga tushirib, takis sinusoid qilib berib turibdi. Svet yo'q vaqt. Aziz kanalımız abunachilari, Valijonlarning uyida amalga oshirgan ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Cooper Carbo 18 kotelimiz mana 60 gradus stabilni ishlab turibdi. Ichine o'zi ozgina o'din tashladik. Davleniyamiz mana 1.8 atmosferada. Soatimiz 17:35 bo'ldi. Mana uy egalari bilan, Valijon bilan, og'alari bilan birgalikda aylanib ko'rib chiqdik. Nechga ekan fikrlaringiz yaxshimi? Kotelga endi bahasi yo'q. Buniyroq turmasangiz arkasida yaxshi tushadi. Buni ikkilanchi bu. Bundan katta bultir yana xudo xolasa bultir bundan katta ukamizga o'tkazdik. Shundan ko'rib, rezultatni realniy ko'rib, endi buni o'tkazdik bu yil. Men shu ustalaring arqa o'tgan yil 24-yil ishlaganimda besh ketganman. Kotelina gap yo'q. Ustalar shunday akkuratni ishlagan, uy uzalgan edi, remont bo'lgan edi. Bir kunning ichida kelib yoqib ketdilar. Buni oqshom obedda keldilar.
Bugün bitken bitirip çayda vurup yine realni özlemizin yine uyda birli yerde yalan gap yok. 15-20 minutta yine 8. katka barda issi. Tavsiye kılaman misal için. Bu bir kıldırış emas adamın. Özlemizin yine realni üylemiz, ata büyüğümüz. Sizlar ham ko'p odamdan edik ku. Ava bizler yine şöyle toyxananın iyesime şu derece bata. İnşalmasanızlar yine telefon numaram 93 285 61 55. Ava yine kuda kalasa özüme miydi niyetlep durma. Başta ükemleri bir de atacağımız mamay sağ yine kuda şükür atamı rahmetli boğana. Ama indi özüme bundan ki özüme ondan bir yine atıp veremezlere görsetip video kılıp veremiz kuda kalasa. Rahmet. Mesela Sağ sizlar olun, işlerinize omadırı versin. Halkın dualarını alaver geziler. Rahmet. Sizlar ham katta rahmat Emali Group kompaniyasini, Tipladar kompaniyasini tanlaganlaringiz uchun. Doğrusu maza qilib sizlar bilan ishlashdik. Shuning uchun yine bir kunda shart shurtat tashladik pashti yine. Kecha obedda boshlab bugun obedda tugatdik. O'ylaymanki, xudo xolasa bu aka-ukachiligimiz abadiy bo'ladi. Uylaringizda mudom yaxshi gullar bo'lsin. Istarasiz yaxshi niyatli odamlar kelsin, to'ylar bo'lsin. Buyursun Shukatjon. Ustaların hemmesine rahmet. Öte akuratlı işe geldiğinizde dım beş gittim. Hava kulturni, instrumentlerinizi hem cayına koyup işledinizler. Hava tez sıfatlı oldular. Beni karaktırdı. Beni özüm Rusya'da ustama, beni köpçülük danıydı. Şunun için ustanın işini bilemem. Bana öğretmediği için özüm görüp çötkü oldular. Rahmat. Katta rahmat. Sizlar ham tavsiya qilib qolamiz. Tipladar kompaniyasida ishlab chiqarilgan Cooper serial kotyollar bilan uyingizni isitishni. Albatta bizlar bilan Emali Group kompaniyasi bilan birga keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.